Ana endi bu dunyodagi eng katta apelsin. Aslida bu apelsin emas, balki pomelo deb nomlanadi, lekin apelsin avlodidan. Xo'sh, ushbu mevani turiga kelsak, sitrus, ya'ni o'zimizning tilda nordon, kisli mevalar turiga kiradi. Kesib, yeb ko'rib, hamma ko'rayotganligi ta'mi qanaqaligini aytish payti keldi. Ha, aytgancha bu mevani men ham hayotimda birinchi marta yeb ko'raman, tak что hammamizga qiziq, ko'ramiz. Bu keskanim juda ham kam ekan, teri juda ham qalin ekan. Ko'rayotganingizdek ko'rinishi juda ham qalin, tishlaganda bizning tilda so'klari oqib ketadigandek ko'rinib turibdi. Bismillah. Wow. Mazasiga kelsak, balki menga shunaqasi tushib qolgandir, lekin nordon emas. Shirinlik darajasiga kelsak, ja shirin emas, takoy приятный, lekin tishlaganingizda juda sochli. Hamda olimlar aytishicha, ushbu pomelo mevasi ovqat hazmida katta rolni o'ynaydi. Aziz do'stlar, keyingi videoda nima ko'rsatishimni xohlardingiz? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Eng ko'p so'ralgan narsani albatta olib yeb ko'ramiz.